O'zbek xalq ertagi dunyoda nima lazzatli? Qadim zamonda Hirot degan atalmish ilm, fan, san'at gullab-yashnagan shaharda Husayn Boyqaro ismli odil hukmdor bo'lgan ekan. Boyqaroning 40 vaziri bo'lib, 40-chisi Alisher Navoiy ekan. Shoh mamlakatning eng muhim ishlarida Navoiy bilan maslahatlashar, unga alohida ehtirom bilan munosabatda bo'lar ekan. Buni ko'rgan ichqora vazirlar hasad qilib, Navoiy haqida turli bo'xtonlar to'qibdilar va shohga yomonotlik qilib, uni vazir lavozimidan chetlashtirdilar. Kunlarning birida podshoh bir kam 40 vazirni huzuriga chorlabdi va savol beribdi. Dunyodagi eng lazzatli taom nima? Vazirlar buni nimasi qiyin deya darrov o'zlari bilgan va xayolga kelgan lazzatli taomlarni aytib ketibdilar. Shunda shoh: "Shubhasiz, siz aytayotgan taomlarning barchasi lazzatlidir, ammo siz ularning eng totlisini hanuz topa olganingiz yo'q. Ertaga topib kelmasangiz, hammangiz joningizdan umidingizni uzavering", debdi. Vazirlar o'zaro maslahatlashib, bu haqida uzoq bosh qotiribdilar. O'ylay, oxiri egilgan boshni qilich kesmas deya savolning javobini Alisher Navoiydan so'rashga qaror qilishibdi. Ulardan biri Alisher Navoiyning huzuriga borib: "Alisher Navoiy, donoligingiz ila yordam bermasangiz bo'lmaydi. Sizning ko'magingizga muhtojmiz. Husayn Boyqaro bizdan dunyodagi eng totli narsa nima deb so'radi." Alisher Navoiy jilmaygancha: "Podshoh bu savolni bergan zamon ochlikda tanovul qilingan taom eng lazzatli taomdir deb javob bering", debdi. Ertasi kuni Husayn Boyqaro vazirlaridan savolning javobini so'rabdi. Vazirlar chaqqonlik bilan Alisher Navoiy aytgandek javob berishdi. "Husayn mirzo, buni siz topmagansiz. To'g'risini ayting, javobni kim aytib berdi?" deb so'rabdi. Qo'rqib ketgan vazirlar: "Taqsir, o'zimiz topdik", deyishibdi. Yolg'onni payqagan shoh ularni bir yerga qamab, rostini aytishlarini talab qilibdi. Vazirlar sodir bo'lgan barcha voqeani aytib berishga majbur bo'lishibdi. "O'zingiz Alisher Navoiyni menga yomonlab, nega yana undan maslahat so'raysiz? Demak, o'zingizning aqlingiz yetmas ekanda", debdi Husayn Boyqaro va dono Alisher Navoiyni yana vazir etib tayinlabdi. Mana ertakimiz ham tugadi. Kim eshitgan bo'lsa, joni omon bo'lsin, sog' salomat bo'lsin.